Olimlar aytishicha, bu jonzotni deyarli yo'q qilib bo'lmaydi. Bu tardigrada. U 30 yilgacha ovqatsiz yashay oladi. Uni -270 daraja Selsigacha muzlatib qo'ysangiz ham baribir tirik qoladi. U atigi 0,5 millimetr uzunlikda. 8 oyoqli mikrojonzot. Ammo qobiliyatlari aql bovar qilmaydi. 150 daraja Selsiy issiqda ham yashay oladi. Kuchli radiatsiyaga bardosh beradi. Hatto ochiq kosmosda ham tirik qolgan. Kriptobios holatiga kiradi. Suvini yo'qotadi. Metabolizmi to'xtaydi. Va yillar o'tib ham suv paydo bo'lishi bilan yana jonlanadi. Bir necha yil oldin tardigradalar kosmosga yuborilgan. 10 kun davomida vakuumda qolgan. Yerga qaytgach, ularning ko'pchiligi tirik edi. Hatto tuxum ham qo'ygan. Shu sababli olimlar tardigradalarni yer yuzidagi eng chidamli jonzotlardan biri deb hisoblaydi. Tabiatdagi bunday mo'jizalar yaratuvchining qudratini yana bir bor eslatadi.